Dollarning rasmiy kursi 8200 so'mga yaqinlashmoqda. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2018-yil 6 fevraldan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek bojxona va boshqa majburiy to'lovlari uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar kursi bir hafta ilgari o'rnatilgan kursga nisbatan 11.18 o'sdi va 1 dollar ayni vaqtda 8186.95 tiyinni tashkil etmoqda. 1 yevro kursi 50.72 tiyinga qimmatlab 10.196.85 tiyinga teng bo'lib turibdi. 1 Rossiya rubli kursi esa 0.38 so'mga arzonlab 144.86 tiyinga tushgan. Valyuta qiymatini belgilash chog'ida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan.